San'at hayoti 30 yil avval mojaroliq boshlangan va bir necha qatim xizmatidan to'xtatilgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun 2017-yili Uyg'ur jamiyatining har soha sarkillari qatorida eng dastlabda tutqun qilingan. Otishdagi bir soqchi xodimining dalillashicha, Abdukim Kelkun 2018-yili 4-oyda rasmiy qo'lga olingan va o'tgan yilning oxirida 18 yillik kesib etilgan. 1965-yili tug'ilgan Abdukim Kelkun 1981-yili otish san'at o'mikiga ishga tushgan. 100 dan ortiq etodni qalamga olgan va uningda rol olgan. Yaqinqi yillarda naqsha sohasida mahorat ko'rsatib, haqbir, qeyrindoshlar va assalomu alaykum qatorliq naqshalar bilan olqish qozongan. Mo'nliq naqshalar bilan texi yaqindalar sahnalarda olqish erishib kelayotgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun 2017-yildan boshlab sahnadan, 2018-yili 4-oydan boshlab jamoat so'rinlaridan g'oyib bo'lgan. Vaziyatdan xabardor kishilarning Erkin Osiyo radiosiga inkos qilishicha, Abdukim Kelkun 2017-yili 4-oyda Turkiya safaridan qaytib kelishiga pasporti aerodromda tortib olingan. Aradan bir ay o'tganda lagerga akitilib, bir mezgil tutib turilgandan keyin qo'yib etilgan va 2018-yili 4-oyda qayta tutqun qilinib, izdiriksiz g'oyib bo'lgan. Kanadada qo'zg'algan Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish harakati Kanada parlamentining kun tartibiga kirgan. Kanada parlamenti Avam palatasining Garnet Genius boshchiligidagi 9 nafar a'zosi 28-sentabr Kanada parlamentiga murojaat sunib, Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqorgi konservativ parlament a'zolarining murojaati Avam palatasi yetarli ovozga erishsa, parlamentning rasmiy qaroriga aylandi ekan. Konservativ parlament a'zosi Garnet Genius yuqorgi murojaatni Avam palatasida o'tirg'a qo'yganda so'z qilib, hozir hargiz qaytalanmaydi degan so'zimizni bajo keltirishning vaqti. Kanadaning har qaysi joylaridagi jamiyatlar murojaatnoma imzolash harakatiga aktiv ovoz qo'shib keldi. Bu murojaatnoma Uyg'urlarning kishilik huquqiga ig'ir xiloflik qilish qilmishining irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilishni talab qildi. Shundaqla yana dafsandichilikka ishtirok qilganlarga Magnitski qonuniy ishlatishni chaqirdi deb ta'kidlangan. Belgiya Uyg'urlar jamiyati va Turk ommaviy tashkilotlarining vakillari Belgiyaning poytaxti Brüsselga Xitoy bosh elchixonasi oldida yig'ilib, Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazdi. Taxminan 300 kishi Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, jazo lagerlari taqolsin degan lozunkalarni chiqardi. Namoyishda fransuzcha, inglizcha va gollandiyacha so'zlangan nutqlarda taxminan 3 million Uyg'urning Xitoy tarafidan jazo lagerlariga solanganligi va Xitoyning bu paketlarning dunyoga tonilishini xolamaydiganligi ta'kidlandi. Hamda Xitoyning yig'ilish lagerlari va irqiy qirg'inchilikka tanqid qilindi. Amerika prezidenti Donald Trump va uning ayoli Melania Trumpning Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi e'lon qilingandan keyin Trumpning 3-noyabrdagi saylan faoliyatlarining qanday elib berilganligi qiziq nuqta masalasiga aylandi. Trumpning saylan safarbarlik maslahatchisi Bill Stephen ilgari Trump e'lon qilgan saylan faoliyatlari yo tor muhitida o'tkazildi yoki bir mezgil kechiktirildi. Bundan boshqa ilgari Trump oilasidagilar qatnashadiganligi e'lon qilingan faoliyatlarmi bir mezgil kechiktirildi dedi. Trump Xitoy virusi tekshirishi musibat bo'lib, 24 soatga yetmagan vaqt ichida maxsus aeroplan bilan doktorxonaga elib berilgan. Oqsaroy e'lon qilgan bayonotida Trumpning oldini olish maqsadida Walter Reed davlatlik harbiy davolash markaziga elib ketilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda Prezident Trumpning og'riqlik his qilganligi, ammo ruhiy holatining yaxshi ekanligi ko'rsatildi. Germaniya Bosh ministri Angela Merkel Yevropa ittifoqi rahbarlarining Turkiya bilan ijobiy munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini ta'kidladi. Merkel yana 12-oyda Turkiya bilan viza bekor qilish masalasini muzokara qilganligini aytdi. Yevropa ittifoqi rahbarlarining Brüsselda o'tkazgan yig'inining 2-kuni Germaniya Bosh ministri Angela Merkel Sharqiy O'rta dengizidagi jiddiylik va Turkiya bilan bo'lgan munosabati haqida so'z qildi. Merkel mundaq dedi:
Biz Yevropa-Turkiya kelishimini Turkiya bilan yana bir qatim muzokara qilishni xohlaymiz. Sharqiy O'rta dengizda Gretsiya va Siprosning huquqiga hurmat qilinishi kerak. Ammo biz Turkiya bilan ijobiy munosabat o'rnatishni xohlaydiganligimizni oydinlashtirdik. Yana bir tarafdan Yevropa ittifoqi rahbarlari yig'inidan keyin e'lon qilingan bayonotda O'rta dengizda hamkorlik asosidagi va o'zaro manfaat yetkazadigan munosabatni taraqqiy qildirishda Yevropa bilan Turkiyaning o'rtaq strategik manfaatlari bor. Samimiylik bilan dialogni davomlashtirish kerak deyildi.